O'zB ilovalar gruppamizga xush kelibsiz. Yangiliklar faqat bizda. Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Sizlar bilan yana men Xudoyberdiyev Abbos. Sizlarga men bu safar Wi-Fi ga ulanib tuchka tarqatish usullarini o'rgataman. Uni o'rgatishimdan oldin like, obuna bosib qo'yingizlar. Qani ketdi. Birinchi o'rinda Wi-Fi tarqatishning ustiga bosib turamiz. Bosib turganimizdan so'ng parol degan yozib turadi. Parol o'zgartirish, shurda o'zgartirasizlar. Buni hamma bilsa kerak. Pastida takomillashtirish bo'ladi. Takomillashtirish bo'lgandan so'ng pastiga tushasizlar. Wi-Fi ulanib yoqish bo'ladi. Shu o'chiruvli bo'ladi. Wi-Fi yoqaman desangiz, tuchkaga ulanish uchun Wi-Fi'ni o'chiring deydi. Shuni yoqqaningizdan so'ng mana keyin yoqqan bo'lsa like, obuna bo'lib qo'yishingiz